Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men umr qilib bo'lib Madinaga kelgan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qabrisini ziyorat qilish uchun navbat olay deganimda namozsiz bo'lib qoldim. Bu ahvolda ziyorat qilsam bo'lamdi. Saqiyib bo'lguncha qaytmoqchi edim. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Haramga kelguvchilarning payg'ambarimizning qabrisini va masjidini ziyorat qilishi ko'pchilik olimlar nazarida mustahab. Ba'zi olimlar vojib deb qaragan. Ma'lumki, hayizdor junub kishiga o'xshash zarur bo'lmagan ahvolda masjidga kirmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam junubning hayizdorning masjidga kirishiga ruxsat qilmayman degan. Lekin Alloh taolaning junub bo'lsanglar yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno. G'usl qilmoqcha namozga yaqinlashmanglar degan so'zidagi mustasno qilingan junub kishiga hayizdormi o'xshash bo'lib, masjidga kirib o'tib ketishga ruxsat qilingan. Buningga asosan ayol kishi Madina Munawvaraga borganda hayiz ko'rib qolsa, Masjidun Nabaviyga kirib o'ltirmasdan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrisini ziyorat qilish ehtiyoji uchun masjidning salom darvozasidan kirib, vodi darvozasidan chiqib o'tib ketsa bo'ladi. Qabr sharifga kelganda Allohning payg'ambariga salom berib, xohlagancha durud yo'llaydi. Andan u zotning yanidagi Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumaga salom berib chiqib ketadi. Andan Nabiy sallallohu alayhi va sallam qilgandek Baqiul G'arqat qabristonligiga borib, u yerdagi ulug'larimiz va boshqalar uchun duo qiladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.